Assalomu alaykum hammaga. Ha do'stlar, sizlar xato eshitmadingizlar. Men PUBG dan ketmoqchiman. Chunki YouTube meni ijodimga to'sqinlik qilyapti. Ko'rib turganinglardek, meni 500 mingtalik kanalim yo'q bo'lib ketdi tey-tugi bilan. 6 yil deganda men bu auditoriyaga erishgandim. Endi men yangi kanal ochganman, to'g'ri, sizlar podeshga qo'yasizlar. Lekin yana 5-6 yil men kutaman shuncha auditoriya yig'ishi. Bir oyning ichida menga 3 ta strike keldi va joyida kanalim tey-tugi bilan yo'q bo'lib ketdi. YouTube'ni appelyatsiyasiga yozdim. Menga YouTube kanalimni qaytarib beringlar. Meni 6 yillik mehnatim turibdi yo'qda. Yo'qda men obunachilarim, oilam turibdi deb yozdim. Menga bo'lsa qanaqa atvet kelganini hozir sizlarga ko'rsataman. Ko'rib turganinglarda YouTube'ga mana shunaqa qizil kartochka bilan SMS kelsa, kanaling tey-tugi bilan yo'qolib ketadi degani. Men buni har bittasini o'qib o'tirmayman. Kimga kerak bo'lsa o'qib olsin. Men vaqtinglarni olib o'tirmayman. Lekin bu hech qanaqa hype emas. Menga qiziq emas hype ishlash. Appelyatsiya yozganimdan keyingi YouTube'ni javobi menga mana shunaqa keldi. Biz sizni appelyatsiyangizni ko'rib chiqdik. YouTube kanalingizdagi videolar haqiqatan ham qonun qoidamizni buzgan. O'zingizlar tasavvur qilinglar, 6 yillik mehnatlaringiz bir kunda yo'q bo'lib qolsa, nima qilgan bo'lardingizlar? Hozir bu kanalimizdagi obunachilar soni 16 mingta. Qani bu videodan keyin necha kishi meni hurmat qilib obunani bosadi? Bu videoni qo'yganimdan keyin obunachilar soni, like'lar soni yomg'irday yog'ilib keladi. Davaychi hammamiz birlashib mana shu kanalni 1-2 oy ichida 100 ming qila olmaymizmi? Meni Ballu Pranker deb tanigan oilam, hozir sizlarning yordamlaringiz menga kerak. Odam odamga yordam berish kerak. Agar odam odamga yordam bermasa, hayvon kelib yordam bermaydi. Bilaman sizlarni podeshkanglar qanaqaligini. Shu podeshkanglarni ko'rsatish vaqti keldi deb o'ylayman. Mana bu videoni chiqarishdan maqsadim, menga hozir motivatsiya kerak. Meni motivatsiyam bo'lsa sizni like bosishingiz, kanalga obuna bo'lishingiz, bu kanalni ham tezroq ko'tarishimiz, 5-6 yilda emas, xudo xolasa 1-2 yilda mana shu kanalni ham 500 ming qilish. Mayli, eski xotiralar o'tib ketdi, lekin biz siz bilan yangi tarixni yozishimiz kerak. Agar videoni mana shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, siz meni qadrlaydigan insonsiz va men ham sizni qadrlayman va yaxshi ko'raman. Qo'lingizdan kelgancha mana shu kanalni rivojlanishiga o'zingizni hissangizni qo'shing va men ham shunga yarasha sizlarga javob qaytarib chiroyli kontentlar chiqarishga va'da beraman. O'ylaymanki podeshkani bosasizlar va menga ozgina bo'lsa ham motivatsiya berib, kontentlarni to'xtamasligim uchun o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Hurmat bilan, Ballu PUBG.